Birodarlar, Rasulullohni muborak jasadini qabridan kavlab olib ketishlikka 4 marta harakat bo'ldi. Ikkitasi nasroniylar tomonidan, ikkitasi zindiq podshohlar tomonidan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujrasining atrofiga chuqur kavlatishni buyurdi. Chuqur kavlagandan keyin juda katta miqdordagi qo'rg'oshinni olib keldi, eritib quyishni buyurdi. To'ldirildi qo'rg'osh bilan. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujrai saodati yer taydan qo'rg'oshdan bo'lgan devor bilan himoya qilindi. Nuriddin Zanki Misrga borishga tayyorgarlik qildi. O'zini qo'shini bilan Misrdagi qo'shinni birlashtirib, Falastinni ozod qilmoqchi edi. Lekin Alloh taolo u kishiga bu narsa nasib qilmagan. Yo'lda u kishiga kasal yetdi va 569-yili 11-Shavvolda 59 yoshida vafot etdi va o'zi qurgan Nuriya madrasasiga dafn qilindi. Birodarlar, Rasulullohni muborak jasadini qabridan kavlab olib ketishlikka 4 marta harakat bo'ldi. Ikkitasi nasroniylar tomonidan, ikkitasi zindiq podshohlar tomonidan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujrasining atrofiga chuqur kavlatishni buyurdi. Chuqur kavlagandan keyin juda katta miqdordagi qo'rg'oshinni olib keldi, eritib quyishni buyurdi. To'ldirildi qo'rg'osh bilan. Shunday qilib Rasululloh